Xo'p, elektrolizga doir va pH ga doir masala. Natriy gidroksid eritmasi elektroliz bo'lsa, demak pH 13 ga teng bo'libdi. pH 13 ga teng bo'lganda pOH 1 bo'ladi. Bu degani gidroksid ionlari 0,1 molyarli degani. Endi mana bu eritma va foizdan foydalanib natriy gidroksidning molini topdik. Demak, natriy gidroksidning molini topdik. Xo'p, molni, ya'ni gidroksid ionlarini konsentratsiyasiga bo'lsak, natriy gidroksidnikiga teng, eritmani keyingi hajmi kelib chiqdi. Keyingi hajmini berilgan zichlikka ko'paytirsak, massasi, dastlabki massa 500 dan qolgan massani ayirsak, elektroliz bo'lgan suv. Elektroliz bo'lgan suvdan foydalanib, demak, tok kuchini topib qo'yamiz. 2 amper. B javob.